kelin poshsha keldi. Ha, Keldim. Qanaqa kelin poshsha? ko'zingni suzib, yana qanaqa kelin deyapsanmi? Voy. Kelin poshsha. Ukamni boshini aylantirib olibsan-ku? Sroch akani aytyapsizmi? Qarang, Ha, birdan bildi qaysi ukangizni gapirganimizni. ha, biladi-de. Chorlaku, dodalaku. Voy, Ularga tegamanmi? nozlanyapsanmi? Agar asabimga tegsang, boshqa qiz topaman deb, shartda uylantirib qo'yaman. O'tirasan keyin. Uylantiravering. Mani yigitlarim ko'p. Hali sen shunaqamisan? To'xtang, men hozir Srochga aytaman. Biladilar. O'zlari-ku orqamdan Uyal. yuribdilar. Ko'zingni suzgandan keyin yuradi-de. Erga tegma, mazza qilib yasha. Ey, Nima deyapsan? nima deb aynatyapsan buni? Ha, yaxshi maslahat beryapman. Rosa-de. Masalan, men 18 yoshda erga tegganman. Mana qandoq qizim bor. Nima qilibdi vohli tegsa? Voy, men erga tegyapman. Alam qilsin. Voy, xursandmisan shunga? Ha, sevganingizga tegish boshqacha-da. Nima, men yig'lab o'tirayman? Xursand bo'laman-da. Ha, men ham bir paytlar 18 yoshimda sevganimga tekkandim. Mana yig'lab o'tiribman. Tfu 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 tfu. Meniki boshqacha bo'ladi. 40 ming pulni yo'q qildingiz, 40 ming. Nimadir bu yerda biznes qilsak bo'lardi. Ovozingni tushirib gapir. Ketaman men ertaga. Qanaqa qilib ketasan? Puling bormi? Tillam bor. Mana hammasini sotaman-de, bilet olib ketaman. Men seni deb guldek oilamdan kechdim. Meni debman. Borimdan kechdim seni deb. Vazonni yaxshi ko'rmasdingiz-ku? Puling uchun, pullaring uchun chidaganman deb aytdingiz-ku? Tug'olmagansan dedingiz. Men sizga o'g'il tug'ib berdim. Turobga tegganimda hamma narsamni qilib beraman degan. Bo'ldi qilasanmi yo'qmi? Sen meni hozir uryapsanmi? Qo'l ko'tarmoqchimisan? Bo'ldi qil deyapman. Urib o'ldirib qo'yaman hozir. Ur. O'ldir. Shu yerda qamatvoraman.